Keling endi virtual yordamchining dasturlash sohasidagi qobiliyatini baholaymiz. U haqiqatdan ham shaxsiy dasturchimiz sifatida faoliyat yuritishga qodirmi? Bugungi tajribada biz cloud yordamchisidan foydalanamiz. Biz unga ataylab juda oddiy ko'rsatma prompt berdik. Men uchun haroratni Celsiusdan Fahrenheitga aylantiradigan veb-sayt sahifasini yarat. Bu yerda asosiy maqsad cloud suhbat kontekstidagi talabni qanday tushunishi va dasturlash jarayonini qay tarzda boshlashni kuzatish edi. Virtual yordamchimiz dasturlashni boshlashda qanday til va usullardan foydalanganini aniq ko'rish mumkin. U avval backend, orqa fon qismidagi kodlarni amalga oshirdi. So'ngra haroratni o'zgartirish uchun raqamli qiymatlar bilan ishlaydigan tizim yaratdi. Celsiusda kiritilgan harorat avtomatik ravishda Fahrenheitga aylantiriladi. Jarayonni yanada qiziqarli qilish uchun biz cloudga qo'lda chizilgan interfays dizaynimizni yuklashga qaror qildik. Bu dizayn qog'ozda chizilgan edi va uni olib virtual yordamchimizga yukladik. Natijada cloud biz yaratgan qo'lda chizilgan chizmaga asoslangan holda real, funksional va webda ishlaydigan foydalanuvchi interfaysini tuzib berdi. Bu interfays dizaynimizga juda o'xshash bo'lib, amalda ham foydalanish mumkin bo'lgan web sahifaga aylandi. Bunday tizimni nafaqat webda, balki o'z qurilmamizda yoki kelajakda ishga tushirilishi mumkin bo'lgan mobil ilovalarda ham tatbiq etish mumkin. Tajribani yanada ijodiyroq qilish maqsadida clouddan juda mashhur va sevimli iloncha Snake o'yinini yaratib berishni so'radik. Juda oddiy so'rov. Men uchun iloncha o'yinini yaratib bering. Ushbu topshiriqni ham cloud muvaffaqiyatli bajardi. Dasturlash jarayonini real vaqtda kuzatib bordik. Oxirida to'liq ishlaydigan o'yinni olib, uni klaviatura yordamida o'ynash imkoniga ega bo'ldik. Oydinlashdiki, faqat bitta sodda ko'rsatma bilan ham cloud biz uchun ko'ngilochar va interaktiv o'yin yarata oladi. Bu bepul versiyada ham shunday imkoniyatlar mavjud bo'lgani sun'iy intellekt texnologiyasining qanchalik rivojlanganini yana bir bor namoyon qiladi.